radar noto'g'ri jarima yozsa, ko'pchilik GAIdagi 38 yoki 38-xonaga kelar edi. Hozir o'sha joy boshqa joyga ko'chibdi, qayerda degan savollar ko'pchilikni qiynayapti. Men hozir shuni sizlarga tushuntiraman. Yangi ma'muriy amaliyot markazi ochilgan bu joy GAIning yonidan kirib kelganinglarda, bu yoqda voyenkomat, bu tarafdan Dinamo tarafdan kirsanglar, ya'ni Oblgayni orqa tarafida joylashgan. Bilasizlar, bu yerga asosan noto'g'ri radar jarima qo'llaganda shu jarimalar bilan bog'liq ko'plab muammolar yuzasidan kelishadi va bu yerda yana ko'plab qo'shimcha xizmatlar kiritilgan. Hozir sizlarga shuni tushuntiraman. 38 dagi sharoitni o'zinglar biladinglar qanaqaligini. Mana hozirgi sharoit, odam kam, bu yoqda kutishga joy bor, konditsioner ishlab turibdi. Bu yoqda har bitta odamga alohida xizmat ko'rsatiladi. Qisqasi, sharoit o'zgargan. Agarda muammo tug'iladigan bo'lsa, shu yerga kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana bitta yaxshi tarafi, agarda siz Samarqand, Buxoro yoki boshqa viloyatda jarimaga tushadigan bo'lsangiz, ana shu jarayonni ham o'sha viloyatga borib emas, Namanganda o'zida mana shu joyda hal qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha viloyatga borib o'tirishga hojat yo'q. Qisqasi, bu ham bitta yaxshi yangilik.